Aerogelimizani shu knopka orqali bosib yoqiladi. Bu yerda o'zini avtomatik retsepti bo'ladi. Masalan, retseptlarga kirsak, balon retsepti, go'sht italyanskiy, kuritsa frilana, kuritsa barbekyu hamma narsani retsepti bo'ladi. Masalan, kirsak, bu yerda retseptlar yozilgan bo'ladi, qanaqa qilinishi kerak bo'yicha. Tayyor retseptlar bo'ladi. Retsept tanlagandan keyin chiqish bo'ladi. Chiqqandan keyin mana bu yerda rejimi bor. O'zini avtomatik 15 ta rejimi bo'ladi. Tovuqga, steykga, mariproduktga, kartofel fili, ovosh, hamma narsa bo'ladi. Razogrev ham bor. Mana bu yerda o'zi razogrev funksiyasi bor. Avtomatik anonsni eritib beradi. Xolodilnikdan olgandan keyin eritib berish funksiyasini aniqladi. Mana buni bitta bossak, уже ishga tushadi. Aerogelimizda mana bu knopka orqali svetini yoqib, protsess qilib tursa bo'ladi. Qilib, chiqib ketdik.